vaqt o'tgan sayin erkakka ayoli yoqmay qoladi. Juda ko'p vaziyatlarda ko'rgansiz, muammo ayoldanmi? Yo'q, erkakka o'zini yaratgan mahsulot yoqmay qoladi. Qachonlardir unga uylanganda bu ayol unga yoqqan. Xushmuomalaligi bilan, yumshoqligi bilan, xushchaqchaqligi bilan, chunki bu ayolni ota-onasi tarbiya qilgan. Keyin u erkakni qo'liga o'tgan va yillar davomida u erkakni munosabatidan kelib chiqib, qayerdadir ichiga yutishni, qayerdadir sovuq bo'lishni, qayerdadir esa jaholat qilishni, o'zini himoya qilishni, haqqini talab qilishni o'rgangan, qayerdadir esa pul qilishni, pul topishni o'rgangan. Chunki yashash kerak-ku. Va mana shu o'zgargan ayol erkakka yoqmay qoladi. Aslida bu ayolni o'zi yaratdi erkak, o'zini munosabati bilan, sovuqqonligi bilan, tanqidi bilan, taqiqlari bilan va o'zi yaratgan mahsulot negadir yoqmay qoladi. G'alati-a?